Tasavvur qiling, siz muxlisingizdan o'limgacha olib boradigan sovg'a oldingiz. Bugun biz sizlar bilan Janubiy Koreyada bitta boys band bilan, ya'ni bitta qo'shiq aytadigan boys band guruhi haqida gaplashamiz va ularning sardoriga bitta fanat qiz nima bergani haqida gaplashamiz. Ular o'sha vaqtlarda 2006-yilda juda mashhur guruh edi va 5 ta boladan iborat edi. O'shanda ular bitta shouga borganida, shouning o'rtasida pereriv bo'lganida, guruhning sardori Yunho ismli bola za kulisi, to есть orqada bo'lib turganida, o'shanda menejerni kutayotgan bo'ladi. Yunho o'zini yoniga bitta qiz keladi. Juda ham sodda ko'ringan qiz va Yunhoga qarab, "Men sizni fanatizman" deydi va unga apelsinoviy sok beradi. Apelsindan qilingan sok beradi. Buni ichib oling. Siz juda ham isib ketdingiz, charchadingiz deydi. O'shanda Yunho o'zi samimiy bola bo'lganligi uchun va hamma o'zining muxlislariga ishongani uchun boyaga apelsinoviy sokni ichib boshlaydi va shunaqangi darajada ko'p ichadiki, to есть bitta glotok, ikkita glotok emas, juda ham ko'p glotok qiladi va shundan so'ng oradan 10 minut o'tar o'tmas Yunhoni butun tomog'i, oshqozoni, gapiradigan bu nimalari, svyazkalari hammasi kuyib ketadi va Yunhoni og'zidan qon kela boshlaydi. O'shanda tezda politsiya chaqirishadi. Boyagi qiz esa u yerdan tezda ketib qoladi. Shundan so'ng Yunhoni tezda politsiya tezda uni больницаga olib borgandan so'ng boyagi apelsinoviy sokni butilkasini tekshirganda, afsuski apelsinoviy sokni ichida super kley bo'lgan ekan va shunaqangi darajada toksichniy super kley, to есть eng kuchli super kleylardan bittasini solgan ekan boyagi qiz uning ichiga